qo'shimcha segmentatsiyalar kompaniyani portfoliosini diversifikatsiyaga olib keladi. Misol uchun, agar bu videoni dizayner, marketologlar ko'rayotgan bo'lsa, qanaqa kompaniyalarni sizlar olasizlar portfoliyoni yaxshiroq qilish uchun. Xuddi shunday Track kompaniya portfolioga o'xshagan narsa. Track kompaniyalar ham o'zini portfoliosini segmentatsiya orqali diversifikatsiya qilish kerak. Chunki diversifikatsiya past baland bozor paytida sizga ko'proq daromad topishingizga olib keladi. Va o'sha sababli mana shu safety service providerlar ham nafaqat drive sohasidagi kompaniyalarga, balki flatbed, reefer sohasidagi kompaniyalarga ham targetni yoqish kerak. Owner qidirayotganlar esa ham nafaqat OTR, to есть over the road owner operator, balki o'sha local owner operatorlar, state to state owner operatorlar yoki per hour turadigan owner operatorlarga ham target qilish kerak. Chunki siz agar o'ylab qarasangiz, zo'r liniyangiz bo'lsa, u owner operator uydan o'tirib o'sha liniyangizni qilib bersa bo'ldi-yu.